Aslında ham sen Yevropaga ketaman. O hamma dokumenting bo'lsa ham reyestrga tiqib qo'yilyapti bular. Nima qilsa bo'lar ekan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Aka reyestrga tushib qopman. Bir ikkita aviakassadan so'rasam, kirib chiqdik sen reyestring ochiladi dedi. Og'a mana puldan muammo yo'q, qilsak bo'ladimi shuni? Oybek, pulni olish mazzada aka, lekin xalqni aldashni keragi yo'q-da. Kirdi chiqdi qilasizmi, boshqa narsa qilasizmi, sizni reyestringiz ochilmaydi aka. Qachonki siz O'zbekiston, Tojikiston yoki Rossiyadan boshqa davlatga chiqib ketib, 3 kundan ko'p kun davomida siz istiqomat qilsangiz, keyin reyestringiz ochilishi mumkin. Ha, albatta, gohida kirdi chiqdi qilganda ham ochilib qoladi, lekin biz sizga garantiya bermaymiz. Biz sizga garantiya beramiz, bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalanishingiz. Bu pulingiz даже bir donasi ham ko'p uka bizga. Bizda 11500 rubldan narxlarimiz boshlanadi. Samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Narxlar kuniga qarab o'zgarishi mumkin. Qarang, siz misol Moskvadasiz deb o'ylaylik, misol Moskvadan Samara shahriga uchasiz, ertaga o'zimizni optni voditellarimiz kutib olib, sizni Qozog'istonda Ilek degan chegara o'tkazish punktiga olib borib, yana Samara aeroportiga qaytarib olib kelib qo'yadi. Qaytishda yana samolyotda qaytasiz. 24 soat davomida 11500 rubldan boshlanadigan narxlarimizda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Mana shu bordi keldi biletingiz, taksi xizmatlari hammasi ichida bo'ladi. Agarda sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, migratsion kartangizni yangilamoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilayotgan nomerlarga Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Reyestringizni ochirishingiz uchun shuncha pul bersangiz, o'zlari ochib beradigan insonlar bor. Lekin siz gransiya qilsangiz ochilmaydi. Sog' bo'lasizlar.